Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan ideal gazning bosimi va temperaturasi mavzusini o'rganamiz. Bunda dastlab 3 ta rejaga bo'lib olamiz. Birinchi rejamiz ideal gazning bosimi, ideal gazning temperaturasi va umumiy tenglamasi. Bosim ta'rifi, ya'ni gaz molekulalari idish devoriga urilish natijasida bosim hosil bo'ladi. Molekulalar soni qancha ko'p bo'lsa yoki tezligi katta bo'lsa, bosim ham katta bo'ladi. Ya'ni bunda umumiy formulamiz P teng F taqsim S. P bosim, F kuch, S yuza. Bosim qachon ortadi deganimiz, o'sha temperatura oshsa ortadi, hajm kamaytirilsa va gaz miqdori ko'paytirilsa. Boyle-Marriott qonunida temperatura o'zgarmasa, bosim va hajm teskari proporsional bo'ladi. Ya'ni bu yerda P1 ko'paygan V1, P2 ko'paygan V2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bunga misol ko'radigan bo'lsak, V1 hajmimiz 4, V2 hajmimiz 2 va P1 100 kilopaskalga teng bo'lsa, ya'ni P2 ni topadigan bo'lsak 200 kilopaskalga teng ekanligi kelib chiqyapti. Birinchi masalamizda esa P1 150 kilopaskal, ya'ni V2 teng V1 taqsim 3 ga teng bo'lsa, ya'ni bunda P2 450 kilopaskalga teng chiqyapti. Ikkinchi rejamizda temperatura molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasini bildiradi. Yuqori temperaturada molekulalar tezroq harakat qiladi, temperatura yuqori bo'ladi. Past temperaturada esa molekulalar sekin harakat qiladi, temperatura past bo'ladi. Ya'ni Kelvin shkalasi ideal gaz formulalarida Kelvin ishlatiladi. Ya'ni bunda T teng T plus 273. Ya'ni bunga misol qaraydigan bo'lsak, 27 gradus berilgan bo'lsa, biz o'sha 27 ga 273 ni qo'shganimizda 300 Kelvin deb olamiz. Sharl qonunida bosim o'zgarmasa, hajm temperatura bilan to'g'ri proporsional bo'ladi. Ya'ni V1 taqsim T1 V2 taqsim T2 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni bu yerda o'sha misollar ham keltirilgan. Ideal gazning umumiy tenglamasi PV teng mu RT ga teng, ya'ni P bosim, V hajm, mu modda miqdori, R universal gaz doimiysi, T temperatura, ya'ni bu yerda R universal gaz doimiysi 8,31 ga teng. Formulada nima ko'rsatadi? Ya'ni bosim oshsa temperatura oshadi, hajm oshsa bosim kamayadi, gaz miqdori oshsa bosim oshadi. Kombinatsiyalashgan gaz qonunida P1 ko'paygan V1 taqsim T1, P2 ko'paygan V2 taqsim T2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu formula barcha holatlar uchun ishlatiladi. Ya'ni misol ko'radigan bo'lsak, P1 100 kilopaskal, V1 hajmimiz 2 ga, T1 temperaturamiz 300 kelvinga, V2 hajmimiz L ga va T2 600 kelvinga teng ekanligini beryapti. Ya'ni bu yerda P2 ni topadigan bo'lsak, 400 kilopaskal ekanligi kelib chiqyapti. Lyustak qonunida hajm o'zgarmasa va bosim va temperaturaga to'g'ri proporsional bo'ladi. Ya'ni P1 taqsim T1 P2 taqsim T2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bunda T1 300 kelvin, T2 900 kelvin va hajm o'zgarmas bo'lganda bosim 3 marta ortadi. Asosiy gaz qonunlariga o'sha jadvalni ko'radigan bo'lsak, Boyle-Marriott qonunida temperatura o'zgarmaydi, Sharl qonunida bosim o'zgarmaydi, Lyustak qonunida hajm o'zgarmaydi. Ya'ni bundan o'sha xulosa, bosim hosil bo'lishi gaz molekulalarining idish devoriga urilishidan hosil bo'ladi. Temperatura molekulalarining o'rtacha kinetik energiyasini bildiradi. O'zaro bog'liqligi esa bosim, hajm, temperatura o'zaro qonunlar orqali bog'langan. Qonunlar ahamiyatini ko'radigan bo'lsak, gaz qonunlari fizikada ko'plab masalalarni yechishda ishlatiladi. Ideal gaz tenglamasi PV teng mu RT barcha gaz qonunlarini birlashtiradi. Bugungi mavzuimiz mana shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.